aziz muxlislarimiz, biz bugun ayni damda navbatdagi tabriklarimizni go'zallikda tengsiz, mehr tengsiz eng chiroyli xonimni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Ya'ni Xolida onamizni shukronlik kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan birinchi navbatda turmush o'rtoqlari Zokir akamiz nomlaridan, undan tashqari esa qizlari Nigora Oy nomlaridan, Farruxjon nomlaridan o'g'illari, undan tashqari Zilola qizlari, Shalola qizlari, Setora qizlari hamda Zoirjon o'g'illari nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Ajoyib sovg'alar, ajoyib syurprizlarimiz onajonimiz uchun. Qani marhamat, Badiya maydonimizga go'zallikda tengsiz, mehrda tengsiz eng chiroyli xonimni Xolida ayyomizni taklif etamiz. Chiroyli qarsaklaringlar. Assalomu alaykum onajonim, ayyomlar muborak bo'lsin, shukronlik kunlar muborak bo'lsin. Bu sizni bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan, shukronlik kuningiz bilan tabriklash uchun, xursand qilish uchun, birgalikda bayram qilib kutib olish uchun tashrif buyurdik. Endi topishingiz kerak bo'ladi, kimlar nomidan sizni xursand qilish uchun tashrif buyurganligimizni menimcha bilib turibsiz. Kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Farzandlarim, qizlarim, o'g'illarim, kelinlarim durdi. Ha, demak farzandlardan kutasiz, balkim boshqalardir. Turmush o'rtoqchi, Zokir akamchi, Balkim turmush o'rtog'imdir. Demak hammasidan, oila a'zolaringiz barchasidan, to'ppa-to'g'ri chiroyli qarsaklar chalamiz. Albatta onajonim, o'zingiz topganingizdek sizni birinchi navbatda jondan aziz insoningiz bo'lgan turmush o'rtog'ingiz Zokir akam nomlaridan, undan tashqari esa farzandlaringiz nomidan, ya'ni Nigora Oy nomlaridan, Farruxjon nomlaridan, undan tashqari Zilola, Shalola, Setora nomlaridan, qolaversa o'g'lingiz Zoirjon nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Kirishimdan oldin Zoirjon bilan bir muddat suhbatlashdim. Farzandlaringizni barchasi bilan ham gaplashdik. Ular bilan gaplashganimizda kimni xursand qilamiz bugun, kimni tavallud ayyomlari, kimni shukronlik kunlari desam, ya'ni Zoirjon aytdilarki, opajonim, bugun siz meni jannatimni tabriklaysiz. Bugun siz meni mehribonimni tabriklaysiz. Bugun siz meni biz uchun bittagina, bizni yagonamiz, dunyolarga alishmaydigan mehribonimiz, onajonimiz, bizni kaftlarning duolarida asraydigan mehribonimiz, bizni jonajonimiz, uyimizning farishtasi, gulimiz, rayhonimizni tabriklaysiz opajon dedilar. Onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklay, qanday so'zlar bilan muborakbod etay desam farzandlaringizga, bizni onajonimizni dunyodagi eng chiroyli so'zlar bilan tabriklang opajon. Bizni onajonimizni dunyodagi eng shirin so'zlar bilan tabriklang opajon. Chunki bizni dunyolarga alishmaydigan mehribon onajonimiz bor. Chunki biz mana barchamiz ham yoshimiz ulg'ayyapti, oilali bo'ldik, farzandli bo'ldik. Yoshimiz ham ancha-muncha yoshlarga yetdi. Biz shu ota-onamizning qo'llarida tarbiya topdik. Ota-onamiz bizni yemay yedirdilar, kiymay kiydirdilar. Nima bo'lsa faqat bolam, bolam, bolam farzandlarim uchun deb yashadilar. O'zlari uchun bir soat ham yashamagan onajonim bor meni. O'zlari uchun bir daqiqa ham yashamagan onajonim bor meni. Meni onajonim meni. Meni mehribonim meni. Meni gul rayhonim. Meni jonajonim meni. Biz qolib opajon bilasizmi? Onajonimiz bizni mana katta qildi. Halol luqma yedirdi otam ikkalamizga. Qolaversa halol mehnatga o'rgatdilar. Bizni bugungi chiroyli bir kunlarimiz ota-onamiz sabab. Bugungi chiroyli bir yorug' kunlarimiz shu onajonimiz sabab. Bugun rahmat aytmoqchimiz. Boshimiz egilgan poylariga. Onajonimiz benim, mehribonimiz bizni. Sizdek ulug' inson yo'q biz uchun hayotda. Siz dunyodagi eng bebaho insonimizsiz. Biz hech qachon hech kimdan mehr izlamadik, muhabbat izlamadik. Chunki mehrni nima ekanligini, muhabbatni nima ekanligini o'rgatgan shu onajonim bo'ladilar. Shu mehribonim bo'ladilar. Biz shunday onaning farzandi bo'lib dunyoga kelganimizdan faxrlanamiz. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor agar Alloh taolo yana bir bor imkon bo'lganda, dunyoga yana qaytib kelishni imkoni bo'lganda, yana shu ona
onajonimizni, shu padari buzrukvorimizni farzandlari bo'lib dunyoga kelishni xohlagan bo'lardik dedilar. Albatta, onajonimizni bugun xursand qilmoqchimiz. Yuzlarida tabassum ko'rmoqchimiz. Yana bir narsani iltimos qiling opajon deyishdi farzandlaringiz. Nimani desam, onajonimiz hech qachon kasal bo'lmasinlar. Onajonimiz hech qachon bemor bo'lmasinlar. Onajonimiz agar biron bir joyim og'riyapti, bemorman desalar, biz farzandlarni barchamizni yuragimiz orqaga tortib ketadi. Chunki onajonimizsiz hayotni biz tasavvur eta olmaymiz. Onajonimiz borki biz bormiz. Onajonimiz borki biz hayotmiz. Onajonim meni mehribonim, meni umringiz uzoq bo'lsin. Doimo biz farzandlarning boshiga sog' bo'ling, dunyo turguncha turing. Bizni farzandlarimizni ham to'y hashamlariga bosh-qosh bo'lib, doimo kaftlaringiz duoga ko'tarilishini xohlaymiz deydi farzandlaringiz. Albatta bugun chiroyli bir shukronlik ayyomlari sabab opajon birinchi gullar bilan xursand qiling onajonimni. Gullarni juda ham yaxshi ko'radi bizni onajonimiz. Guldastlar uzating farzandlar nomidan deydi. Gullarni qanday so'zlar bilan topshiray desam, aslida bizni onajonimizning poylariga jannat gullarini sorqasak arziydi. Yana shu narsani aytib topshiring dedilar. Nima desam, dunyoning eng go'zal, mehribon onasi uchun deb topshirasiz dedilar. Dunyoning eng go'zal, mehribon onasi uchun ajoyib guldastlarni taqdim etamiz. Farzandlarga bilan ayyomlar muborak bo'lsin. Alohida tabriklar, muhabbat ramzi bo'lgan, mehr ramzi bo'lgan, sevgi ramzi bo'lgan ajoyib ayyomlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, ayyomlar muborak bo'lsin. Mani onam bular qirolichar, mani onam bular mana faqat bular, mana borimcha bular qirolichar. Albatta tabriklaymiz, muborak etamiz. Onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Doimo mana shunday farzandlarning boshiga sog' omon bo'lib, mana shunday shukronlik ayyomlarni qayta bayramlar qilish nasib etsin. Onajonim umringiz uzoq bo'lsin. Bugungi chiroyli bir ayyomda, chiroyli bir tantanada onajonim yana farzandlaringiz shu narsani aytishdiki, bizni go'zalimiz, bizni mehribonimiz, bizni joni jahonimiz, bizni farishtamiz, bizni jannatimiz onajonimiz. Onajonimiz bilan biz faxrlanamiz. Shunday ona farzandi bo'lib dunyoga kelganimizdan faxrlanamiz. Onajonimizga ko'p aytamiz, sizni yaxshi ko'ramiz onajon, sizni sog'inamiz, uzoqda bo'lsak onajon deb ko'p aytamiz, lekin har kuni aytishni xohlaymiz onajonimizga. Qaniydi har kuni ayta olsak, lekin farzand bilan onaning o'rtasiga qandaydir andisha bo'lar ekanmi, xijolat tortamizki, har kuni aytishga xijolat bo'lamiz. Shu sabab aytolmagan so'zlarimizni she'r qilib qog'ozga tushirganmiz. Agar imkon bo'lsa, o'qib bering deb iltimos qilganlar farzandlaringiz. O'qib bersam maylimi? Marhamat, marhamat. Qalbimda hislarim hech aytmaganman. Ba'zida qadringizga rost yetmaganman. Bir bora ko'nglingiz shod etmaganman. Onajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz deya o'zidan butkul kechganim, jonidan jon berib barpo etganim, farzandidan, o'g'lidan, qizidan ozgina mehr kutganim. Onajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz deya tunlarni o'tkazgan bedor, yo'limiz poylaydi ko'zlari xumor. Yuragimiz izhorin aytaylik bor. Onajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. So'zingiz to'tiyo, poyingiz jannat, borligingiz aslida biz uchun ne'mat. Yolg'iz o'zingizni, bir sizni faqat, hammadan ko'p, hammadan ko'proq, hammadan ko'proq faqat sizni yaxshi ko'ramiz dedilarda barcha farzandlaringiz bugungi ayyom bilan chin qalbdan muborakbod etdilar. Ayyomlar muborak bo'lsin. Onajonim, xursandmisiz?
Xursandmisiz? Albatta. Farzandlarni ardog'idan to'kilgan ko'z yoshlar edi, ko'z yoshlarimiz albatta. Mana shunday quvonchli yoshlarga, farzandlarni ardog'idan to'kilgan quvonchli yoshlarga yetkazsin. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday chiroyli bayramlar ko'pdan ko'p nishonlashingiz tilakdoshimiz. Endi mikrofonni o'zingizga uzataman. Sizni ham farzandlaringizga bo'lgan qolaversa, mana qarab turibmiz mehmonjonlar, qarindosh urug'lar, jigarlar tashrif buyurishgan. Nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, nimaiki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, marhamat onajonim. Avvalambor hammalaringiz sog' bo'linglar. Mana shu yaxshi kunlarimga kelibsizlar, hamisha to'y tomoshalarimizga kelinglar. Farzandlarim omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Kelinlar qalay nasib bo'lsa. To'ylarga yaxshi kunlarga, sizlarga ham katta rahmat. Oilalaring bilan tez bo'ling. Eganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Seni bugungi tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Yavli Zokir bilan qo'shatar, bolalari, ivaralaringni huzurini ko'rib, yaxshi kunlariga, to'ylariga biz ham xizmatda bo'laylik. Sog' salomat bo'l, sog'ayib ket. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu yerga tashrif buyurgan mehmonjonlar, qizlarim, nevaralarim, o'g'illarim, hammalaringiz xush kelibsizlar, qarindoshlarim, jigarlarim. Mana bugun Avsan gulimni, sinfdoshim, dugonam, qarindoshim, yubileyi, to'yi, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Akam bilan qo'sha qarib, yuzlarga kirib, yaxshi gushankadan kelin olib kelaylik. Nasib bo'lsa xonadonlarga faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga kelingizlar. Siz ham sog' salomat bo'lib keting. Dard nimaligini bilmang. Hozir sakrab turib bitta o'ynaysiz. Shu bilan dardlaringiz ketadi. Hammalaringizga rahmat. Xush kelibsizlar. Xonimiz bir jigarlar. Assalomu alaykum mehmonlar. Yangi jon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring, akam bilan qo'sha qaring. Bolalaringizni huzur halovatini ko'ring. Kunlaringiz faqat to'y olamroq ona bo'lsin. Mana yaxshi pishondalardan kelin olib keling. Doim to'ylar bilan toptamiz, mana arqasidan faqat yaxshi kunlaringizga yetilish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Albatta onajonimiz tabriklaymiz, muborak bo'lsin deymiz. Onajonimiz yuqoridagi chiroyli bir tilaklarimiz qatorida yana farzandlaringiz shu narsani aytishdiki, chiroyli bir tilaklarimiz qatorida chiroyli bir ulug' niyatimiz bor deyishdi farzandlaringiz. Nima niyat deb qiziqib so'rasam, nasib etsa inshaalloh mana yaqinda Qurbon hayitlari kelyapti. Hayitlarda duolar qilamiz. Mana shunday yorug' kunlarga yetkazishini onajonim bilan birgalikda Baytullohlarni, Allohni uyini ziyorat qilish niyatimiz bor. Baytullohlarda ko'chalarda yurish niyatimiz bor deyishdi farzandlaringiz. Mana shunday chiroyli bir kunlarga Alloh taolo yetkazguniga qadar eng chiroyli sovg'alar, Alloh taolo nomlari zikr etilgan, qolaversa payg'ambarimiz nomlari zikr etilgan ajoyib suvenirlarni farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin onajonim. Bugungi chiroyli bir kunda, chiroyli bir tadbirimizda mana jigarlaringiz chiroyli tilaklar bildirishdi. Endi farzandlaringizni taklif qilmoqchiman. Farzandlaringizni ham biron bir yaxshi niyatlari bo'lsa, marhamat qizlar, yonlariga taklif etamiz. Assalomu alaykum mehmonlar, qarindoshlar, xush kelibsizlar. Bugungi mana bir shu yig'ilishimizning sababchisi bo'lgan bijonim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling, dadam bilan qo'sha qaring. Ilohim 100 yoshlarga kiring. Har doim kelganimda xursand bo'lib, qizim keldi deb kutib olish. 100 yoshlarda ham xuddi mana shunday kutib olish so'rayman Xudodan. Dadam bilan qo'sha qaring.
Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, kelganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Mana buyim bugun tug'ilgan kuni ekan. Bu yoshlarning ko'plarini ko'rsin, dadam bilan qo'sha qarisinlar. Nevaralarni ko'rishlikni nasib aylasin. Rahmat. Xush kelibsizlar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Baxtimizga sog' bo'ling. Shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. O'g'il qizlaringizni bastaga hamisha sog' salomat bo'lib, yaxshi kelinlar olib kelib, bosh bo'lib yuring hammamizga. Sog' bo'ling. Tabriklayman, baxtimizga sog', sizni yaxshi ko'raman. Onam tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, yuzlarga kiring. Ona tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, yuzlarga kiring. Olamizda sog' bo'ling. Yuz yoshlarga kiring, baxtimizga sog' yuring, boshimizga har doim sog' yuring. Mana shunday xursandchilik kunlari bardavom bo'lsin. Endi onajonimizga yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Ya'ni farzandlaringiz niyat qilishdi. Qizlar, o'g'illar, kelinlar qolaversa, onajonimiz bilan hayotimiz shu paytgacha, shu daqiqalargacha shirinlikdek shirin, mazali, totli bo'lgan. Bundan keyingi hayotimiz ham shirinlikdek shirin, mazali, totli bo'lsin dedilarda, eng chiroyli, eng shirin, o'zingizga o'xshagan mazaligini tortlarni maxsus siz uchun tayyorlashgan. Marhamat, shirinlikdan olib kelamiz. Onajonimizni yana bir bora tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Albatta tortlar keldi, xuddi o'zimni tug'ilgan kunimdek xursand bo'lib ketdim. Onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin, doimo farzandlar boshiga sog' omon bo'ling. Doimo mana shunday bayramlaringiz ko'p bo'lsin. Farzandlar ardog'i, oila ardog'i, yaqinlar ardog'i, jigarlar ardog'i muborak bo'lsin. Onajonim, yana bir bora tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Qolaversa bizni jamoamiz nomidan ham sizni bugungi ayni bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Endi ruxsat berasiz, sizni galma-gal chiroyli qilib suratlarga olamizda sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan davramizni davom ettiramiz. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling.